o'tirib ishlaydiganlar, hayotida juda stress ko'p bo'lishligi va noto'g'ri hayot tarzini olib borib, noto'g'ri ovqatlanadigan erkaklar juda ko'plab kasalliklarda xavf gruppasiga kiradigan erkaklardan biri hisoblanadi. Shuning uchun do'stlar, agarda sizda o'tiroq hayot tarzini olib borsangiz, noto'g'ri ovqatlansangiz, juda kuchli stress bo'ladigan bo'lsa, albatta shifokorlar ko'rigidan o'tib turishligingiz, bir yilda bir marta profilaktik ko'riklardan o'tib turishingiz mumkin. Chunki ko'plab kasalliklar hech qanday simptomsiz keladi. Onkologik kasalliklar boshlang'ich darajalarda hech qanaqa muammolarsiz, hech qanaqa simptomlarsiz keladi va ularning simptomlarini his qila boshlaganingizda уже ko'p holatlarda kech bo'lgan bo'ladi. Kardiologik muammolar, yurakdagi bo'ladigan muammo, xurujlar, infarktlar, hattoki insultlar ham o'zini mayda-mayda signallarni beradi-yu, lekin haqiqiy muammo kelganda afsuski ko'p holatlarda kech bo'ladi. Shuning uchun noto'g'ri hayot tarzi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri ovqatlanishga, to'g'ri vaqtda uxlashlikka, stressni kamaytirishlikka va sport bilan shug'ullanishga harakat qilgandan tashqari, albatta bir yildan bir marta profilaktik ko'rikdan o'tib turishingizni sizga maslahat bergan bo'ladi.